Mayli, agar sizga savol, hozirgi yoshlar baxtsiz yashayapmiz deyapti. Baxtli yashash uchun o'sha yoshlarga nima maslahat berardingiz? Nima maslahat berardim? Birinchidan qisqa yashash kerak, birinchi o'rinda. Keyin borig'i yo'g'i ko'nish kerak, sabr qilish kerak. Eri tolmasa, telefonni jingillatib, ana enasiga erim uxlab kelmayapti, jemayapman, ichmayapman deb vahima qilmay, borig'i sabr qilib yashasa, yaxshi yashaydi. Bizning davrimizda borig'i yo'g'i sabr qilgan. Yo'q bo'lsa yo'q deb bizning balki telefon bo'lganda biz ham aytardik, aytmas, lekin aytmaganmiz. Bug'doydan qo'rqmasdan talqon qilib yasagan ham aytmaganmiz bizlar. Hozir endi shu aytib telefonda xabar borib turadi. Ana O'zbekistonga xabar butun aliga dunyoga xabar borganday borib turadi. Chunki telefon borda bolam. Shuning uchun qiz bolaga uylanmoqchi bo'lsang, sabrlisini top. Sabr toqatlisini. Agar ayol kerakligini men senga keyingi videolarimda o'rgataman. Qizlarni qaysisini borish kerakligini. Agar ayol sabrli bo'lsa, shunda erkakka hamma narsa eplaydi demoqchimisiz? Albatta, sabr qilish kerak-da. Yo'qqa ham, borga ham sabr qilish kerak. Borda bor deb, ana pul erab kelgan pulni ko'chaga chiqib sochmay, bittalab, beti, tuyib bir narsa qilish kerak. Yo'qqa ham sabr qilish kerak. Bor bo'lsa, sakrab otasiniki qidirib kelaman deb 8 ta ko'ylakni olib cho'v bermay, to'yma-to'y cho'may. Sabr qilsa ana shunda oila bo'ladi, hayot bo'ladi.